Bu qizlar aktrisalar emas, lekin kelajakda mashhurlik kutyapti. Chiroyli ko'rinish va nafislik bu kasb egalari uchun juda zarur. Xo'sh, bu qaysi kasb egalari deb o'ylaysiz? Videoga like bosing, davomini ko'ring. Bu qizlarni sizga tanishtiramiz. Farg'onada bu yo'nalishda ilk maktab ochilganiga 2 yil bo'ldi. Lekin sizning xabaringiz bo'lmasligi mumkin. 5 yoshdan qabul boshlangan bu maktabda bugun darslar qizg'in davom etmoqda. Tanishing, professional modellar qanday tayyorlanadi va ular qancha daromad ko'radi. Maxsus maktab misol uchun Shahrizoda Madaminova asos solgan modellik maktabida o'qitiladi. Keyinchalik o'z ustida ishlashi, ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi va xalqaro konkurslardagi ishtiroki sabab modellarning mashhurligi oshib boraveradi. Modellar qanday pul topadi? Taniqli brendlarga face sifatida ishlaydi. Shaxsiy ijtimoiy sahifalarda reklama roliklardan katta gonorarlar ishlashi mumkin. Undan tashqari modalar namoyishlaridagi chiqishlari ularga daromad keltiradi. Xullas, model qanchalik mashhur bo'lsa, unga bu kasbi daromad keltirishi shuncha osonlashib boradi. Shu kabi qiziq va manfaatli videolarni davomiy ko'rib borishni xohlaysizmi? Unda qayerda qancha kanalga obuna bo'ling.